Agar erkak kishi shu 7 ishni qilayotgan bo'lsa, sizni umuman sevmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring va noto'g'ri munosabatga yillaringizni yo'qotib qo'yishdan o'zingizni qutqarib qoling. Birinchisi, sizni faqat o'zi xohlaganda eslaydi. Ungacha har doim siz qidirasiz, siz qo'ng'iroq qilasiz va siz yozasiz. Ikkinchisi, bu kelajakdagi rejalariga sizni umuman qo'shmaydi. Har doim men deb gapiradi. Uchinchisi, sizni yo'qotishdan qo'rqmaydi. Xafa bo'lasizmi, bo'lmaysizmi, nima his qilasiz, unga umuman ahamiyati yo'q. To'rtinchisi, oshirib yuboryapsan, drama yasavyapsan deb sizni hislaringizni kichiraytiradi. Beshinchisi, sizni har doim noaniqlikda ushlab ba'zan juda ham yaqin, ba'zan esa juda uzoq. Ba'zan juda ham yaxshi, ba'zan esa juda ham yomon. Oltinchisi, bu sizdan ko'p narsa oladi, lekin evaziga deyarli hech narsa bermaydi yoki juda ham oz narsa beradi. Yettinchi va eng asosiysi esa uni o'zi sizni ranjitadi va munosabatlar tugatish kerakligi haqida ham o'zi gapiradi. Agar hayotingizdagi erkakda shu sanalgan belgilar bor bo'lsa, xafa bo'lmang, u sizni umuman sevmaydi. Nima sababdan bunaqa munosabatni tanlaganingiz va bu munosabatni qanday qilib o'zgartirishingiz mumkinligini bilish xohlasangiz, kommentariyaga dars deb yozib qoldiring. Men sizga bu mavzu haqidagi to'liq darsligimni yuboraman.